Salom azizlarim, tinchmisiz, omonmisiz? Hammalaringizni a'lo kayfiyat tilagan holda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Raskladimni boshladim. Bugungi sizlar uchun ikkita mavzu tanladim. Birinchisi, hozirgi holatingiz qanday? O'zingizda holat qanday ketyapti, vaziyat? Ikkinchi mavzu, ishda, karyerada ahvolingiz qanday? Shu ikki mavzuni ikki variant qilib olaman. Rahmat kommentariyalar uchun. Hammalaringizga yaxshi tilaklar samroq bo'lsin. Minnatdorman. Juda xursand bo'ldim. Hozir meni tinglab turgan, qarshisidan chiqqan kommentariyada yaxshi yozganlarni, layk bosganlar energiyasini oldim. Menda obuna bo'lgan obunachilarimni energiyalarini oldim. Hozirgi holatingiz qanday? Sizda nimalar bo'lyapti? To'g'ri yo'ldamisiz? Adashyapsizmi? Holatingizni ko'rib chiqamiz. Karta maslahat beradi oxirida. Demak, birinchi kartamiz mana deviatka mechi kartani ko'rsatish kerak. Qachon mana kompyuter olaman? Deviatka ko'p aytyapti bu karta. Sizda deydi holat hozir qanaydir bir ko'p o'ylash, xavotir bor. Nima uchun? Qarang, atrofingizda hamma imkoniyat bor. Ustuz bud. Lekin xavotir bor deyapti. Pulingiz bor, ishingiz bor, imkoniyatingiz bor. Qo'rquvlaringiz bor ichki. Kechasi uxlay olmayapsiz yoki biror masala haqida qattiq tashvishlanyapsiz. Kimga to'g'ri kelsa shuni energiyasi tushadi-da. To'g'ri kelmasa, demak energiyalar tushmagan. Kechasi uxlay olmayapsiz deyapti. O'tgan voqealar uchun afsus yoki vijdoningiz qiynalayapti. Hozirgi vaziyatni haqiqatdan ham og'irroq qilib ko'rish ehtimoli bor deyapti bunga. Juda ko'p bo'rttirib ko'ryapsiz. Bu kartada ko'proq deydi insonning ichki ruhiy holatini ko'rsatadi. U doim ham haqiqiy falokatni emas, balki tashvish va xavotirlarni anglatadi deyapti. Bu kartada xavotirlaringiz kuchli. Yana o'sha birinchi nimaga qaytgan-sizlar. Birinchi ko'rganimda shunaqa chiqdi bizda. Bunda восьмерка жезлов teskari chiqdi, mana qarang. Ishlar ko'rinyaptimi? Ishlar sekinlashgan, xabar yoki kutilmagan natija kechikayotgan bo'lishi mumkin sizda. Nima uchun? Sabrsizlik qilyapsiz. Bu karta shuni aytyapti. Mana bu kartada aytadi. Mana teskari chiqdi bu ham. Bunaqa emas, bunday chiqdi. Qaror qabul qilishda ikkilanish bor sizda. Kelajak rejalari noaniq siz uchun. Qani qaror qabul qilasiz? Shu qaroringizni qabul qilgingiz kelar ekan, lekin noaniq ekan. Mana bu karta chiqdi. Bu yaxshi ijobiy karta. Qalbingizda umid bor. Yaxshi xabar yoki yangi his-tuyg'ularga ochiqlik mavjud deyapti. Ochiq bo'ling. Umid qiling. Yaxshi narsa o'ylang. Yolg'izlikdan charchagansiz. Odamlar bilan ko'proq muloqot qilish istagingiz bor. O'zingizni yolg'iz his qilarkansiz. Bu kartada aytyapti. O'zingizni moddiy yoki ma'naviy jihatdan yetishmovchilikda his qilasiz. Qo'llab-quvvatlashga ehtiyojingiz bor. Mana ahvolingiz. Karta maslahati olamiz ikkita. Bunday ahvolda sizda maslahat nima beradi kartalarim?
Mana ikkita karta tanladim. Bunda aytyapti birinchi kartamda. Hozir sizda deydi pach kubkov chiqdi-ku mana. Hozir hayotingizda biroz deydi to'xtab qolish, noaniqlik, xavotir sezilishi mumkin. Lekin deydi yaxshi belgi bo'lib, yangi imkoniyat, yaxshi xabar yoki ruhiy yengillik kelishi mumkin deyapti kartada. Shularni yuzidan maslahat so'radim. Bu davrda deydi vaqtinchalik deydi bu davrlar deydi. Sabr va aniq reja zarur sizga deydi. Hozirgi vaziyatdan chiqib ketishingiz uchun deydi mana bu kartani maslahatda o'zingiz yaxshi ko'radigan kichkina bo'lsa ham bir rasm chizyapti tabiat qo'ynida chiqqan. O'zingizni deydi asablaringizni mana shu vaziyatdan yengillik bilan chiqib ketish uchun o'zingiz chiroyli bir mashg'ulot bilan shug'ullaning deydi. Mana shular mana bu karta ijobiy chiqdi. Yangi belgi bor. Yaqinda yangi imkoniyat, yaxshi xabarlar bor. Siz deydi bu davrni suylaganchalik emas deydi. Qiyinchiliklar vaqtinchalik deyapti. Mana hozirgi holatingiz kommentariyada yozasizlar, to'g'rimi, noto'g'rimi. Hozirgacha to'g'ri deyapti, xursandman. Ikkinchi mavzu. Sizning ishingizda, karyerangizda holat qanday? Ishingiz, karyerangizda holat qanday? Ish yuzasidan aytyapti. Rahbaringiz qattiqqo'l. Sizda ham tartib, qoida bilan ishlashingizni talab qilyapti. Sizdan kuchli talab qilyapti deydi. Qattiq xarakterli deydi. Bu odam xarakteri qattiq ekan, rahbaringizni. Odam ta'siri bor. Ta'sirlanib ketayotganingiz, siyosatli odam ekan. Sizdan mas'uliyat, intizom talab qilinyapti ishda. Qattiq tizim bor. Qiynalyapsiz ishxonangizda. Shesterka jezlov aytyapti. Yaqinda yutuq, tan olinish yoki kichik g'alaba bor. Siz mehnatingiz uchun baholanishingiz mumkin. Lekin deydi bu hali to'liq muvaffaqiyat emas, oraliq bosqich deyapti. Uchinchi kartamizda mana Zvezda aytadi, umid bor, kelajakda ishingiz ochiladi, rivojlanish imkoni bor sizda deydi. Bu karta faqat sekin, lekin yaxshi yo'lni ko'rsatyapti. Hozir siz yaxshi yo'lda turibsiz. Bu meche aytyapti. Sizga deydi hozirgi kunda ish joyida kollektivda raqobat yoki kimdir bilan kelishmovchilik bor. Kimdir sizga xalaqit beryapti ishxonangizda. Kollektiv hamma to'g'ri yo'lda emas. Mayda nizolar, g'iybatlar bor. Bir-biriga qarama-qarshilik bor deydi. Sizga o'sha holat ham yoqmayapti deydi. Mana bu kartada raqibingiz bor ekan, mana sizda ehtiyot bo'ling deyapti. Shu karta bilan yonma-yon tushdi mana 7 mecha xiyonat, yashirin harakat yoki kimdir to'g'ri emas ish qilayotgan, to'g'ri ish emasda siz uchun nohaqlik qilyapti. Ehtiyot bo'lishingiz kerak ekan, hammaga ishonib bo'lmay ekan. Sizdan gap olib, orqangizdan pichoq uraman deb turgan ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'ling deyapti. Ishxonangizdagi holat bu, karyerangizda. Mana bu kartada aytyapti sila. Sizda kuch bor deydi. Bunday chiqsa dushmaningiz g'olib bo'lardi. Bu teskari chiqdi. Siz g'olib bo'lasizda, endi teskarisi yaxshiroq. Sizda kuch bor deydi. Siz bu vaziyatdan yengib o'tasiz deydi. Sabr, ichki nazorat va oqilona harakat qilib ketavering. Dushman o'zi yengiladi deydi. Yana bitta tortamiz.
Mana bu karta yana chiqdi. Yashirin ma'lumot bor, hamma narsa ochiq emas deydi. Ishonish kerak deydi vaziyatga deydi. To'g'ri baholang, oqilona deydi. Hozir ko'p narsa sir saqlanmoqda ishxonangizda. Holat ana shunaqa. Yana bitta tortaymi? Ishda mana shunaqa holatingiz ekan. Sizda mana sal uyatliroq ekan. Koroleva Pentakli aytibdi. Siz ish yuzasida shunaqa muammoda o'tirsangiz ham kollektivda nohaqliklar bo'lyapti, mish-mishlar bo'lyapti, rahbar qattiqqo'llik qilyapti deydi. Sizda yuzma-yuz bo'lib turgan dushmaningiz, raqib yengilyapti. Undan yengish uchun dushmanni vaziyatni aql bilan tutib chiqib keting shu vaziyatdan. Shu holatlarga umumiy maslahat, siz baribir Koroleva Pentakli. Siz baribir haq bo'lib chiqasiz deydi. O'zingizga munosib ishxonada o'rningizni ham, qadringizni ham, maoshingizni ham olasiz deydi. Sizda mana shundayligingiz uchun ko'rolmaslik, kollektiv orasida sizga raqiblar ko'p deydi. Yashirin oshkora kimdir qasd qilyapti deydi, kimdir mish-mish qilyapti deydi. Shunaqa holatda baribir siz deydi haq bo'lib chiqasiz, Koroleva Pentaklisiz deydi. Siz hech qachon tushkunlikka tushmang deydi. Ish yuzasidan mana shular. Sizlarga sog'lik, omonlik tilayman. Albatta kommentariyada yozasizlar. Menga shaxsiy rasklad qilish uchun telefon nomerim qo'yilgan. Hisho degan joyda chiqsangizlar, boshqa videolarim tagida telefon qoldirganman. Sog' bo'ling, omon bo'ling.